Hammaga assalomu alaykum. Bugun Uyg'urcha mantini noldan tayyorlashni o'rganamiz. Aniq retseptini video tagida ko'rishingiz mumkin. Ishni eng avvalo xamir qorishdan boshlaymiz. Xo'p. Tuxumni suv bilan aralashtirib olamiz. O'rtacha 1 kilo undan bo'ladigan xamirimizga 20 gram tuz norma hisoblanadi. Bitta tuxum. Tuz bilan tuxumni suv bilan yaxshilab aralashtirib olamiz. Xamirni yaxshilab qorib olamiz. Xamirimizni qorib bo'ldik. Endi buni dam olishga qo'yib beramiz. O'rganayotganlar uchun aytib o'tmoqchiman, xamirni qanchalik qattiqroq qilsak, shunchalik yaxshiroq effekt bilan chiqadi. Xamirimiz tayyor bo'lguncha farshni boshlaymiz. Go'shtimizni to'g'rab oldik. Endi buni sirasi tuzlab qo'yamiz. Go'shtimizni to'g'rab bo'ldik. Endi buni tezda tuzlab qo'yamiz. Bu mantimizni yanada mazaliroq bo'lishiga yordam beradi. Piyozlarimiz to'g'raganimizcha tuz go'shtni hamma yog'iga yetib borib, yaxshi marinovka bo'lib turadi. Piyozni mayda shaklda to'g'rab olamiz. Endi navbat chorvaga keldi. Buni ham mayda qilib to'g'rab olamiz. Zira va murchimizni qo'shib oldik. Endi buni yaxshilab aralashtirib olamiz. Aralashtirguncha piyozni yaxshilab ezib olishni tavsiya beraman. O'shanda piyozimizni soki chiqib, mantimiz ancha sochli bo'lib chiqadi. Xamirimiz damini oldi. Endi uni yanada yaxshiroq chiqish uchun yana bir ishlov berib, dam olgani yuboramiz. Xamirimiz me'yoriga yetib tayyor bo'ldi. Endi buni bo'laklarga bo'lib zuvala qilib chiqamiz. Xamirni o'rtacha 15 gramdan 20 gramgacha qilamiz. Bu mantini katta kichikligiga qaraydi. Men o'rtacha 16-17 gramdan olaman. Xohlovchilar kattaroq mant xohlasa 20 gramdan olib, o'shanga yarasha ichiga ko'proq farsh solib qilsa bo'ladi. Xamirlarni uzib oldik. Endi buni shunaqa dumaloq shaklda qilib, zuvolalar qilib chiqamiz. Qanchalik dumaloq bo'lsa, xamir yoyganimizda buni dumaloqligi chiroyli bo'lib, rovna bo'lib chiqadi. Xamirimizni shunaqa dumaloq shaklga keltirib, unlab 5 minutcha dam berdik. O'sha buni yoyishni boshlaymiz. Qani bismillah.
Xo'p, xamir haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Xamir yoyayotganimizda ko'proq ikki yoniga ko'proq bosim o'tkazishni maslahat beraman. O'shanda o'rtasi salgina qalinroq bo'lib, yonlari yupqa bo'lib chiqadi. Bu tugayotgan paytda tugilishini yanada chiroyliroq va qalin qilmasdan qilib beradi. Qasqonni yaxshilab yog'lab olamiz. Bo'ldi. Endi tugishni boshlaymiz. Xamirni shunday qo'lga olamiz. Farshimizni solib, mana shunday ustida salgina bosib ustida tugishni boshlaymiz. Tugilishlarning ham har xil jarayonlari bo'ladi. Ya'ni mana bunday qilib o'rtachigacha olib kelasiz. Bu tomondan ham xuddi shunaqa. Hozir boshqacha uslubda ham tugilishini ko'rsataman. Mana shunday harakatlar bilan oxirigacha davom etib boramiz. Yoki hozir yana bir usulni ko'rsataman tugishni. Mana shunday deb harakatlansak, shunaqa dumaloq manti chiqadi. Mantimiz tayyor bo'ldi. Endi buni qaynayotgan suvga 40 minutga qo'yamiz. Ana. Ketdi. Mana mantilarimiz ham tayyor bo'ldi. Ana endi buni ta'mini ko'rsak bo'ladi. Mana bismillah. Bo'ldi. Qani bismillah. Zo'r. Avvalgi videomizda mant haqida qo'yganimizda kommentariyalarda ko'pchilik so'rashdi. Tugilish jarayoni va retseptlarini bu videoda hozir noldan qanday tayyorlaganlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Yoqqan bo'lsa, like, kommentariya va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin.